Hozirgina yana Gratis'dan kargo keldi. Va sizdan olgan narsalarimni obzor qilgan videomni tugatishim bilanoq eshik taqilladi va zakaz qilgan narsalarimni tashlab ketishdi. Bu korobkani ochib bo'ldim, chunki bu ikkinchi video olishim va birinchi videomda mikrofon bilan ishlaganim uchun mikrofonni yoqish esimdan chiqib qolibdi yoki videoda qanaqadir muammo bo'ldi. Mana shunaqa korobkani ochib qo'yaman, lekin ichidagi narsalarni ochganim yo'q hali. Birinchi korobkadan chiqqan narsa Nivea'ning shunaqa labni namlantiruvchi balzami. Bu balzamni har doim ishlataman, boshqacha mevaliklaridan. Bu safar blueberrysidan olib ko'rdim. Shunaqa, bu juda ham yaxshi namlantiradi. Odatda universitetda yoki ko'chaga chiqqanimda yonimda olib yuraman. Juda ham oz rang beradi va labga juda ham tabiiy turadi, xuddi hech narsa qo'ymagandek. Labimga hech qanaqa lip gloss yoki pomada qo'ymagan paytlarimda faqat mana shu bilan namlantirib yuraman. Ikkinchi korobkadan chiqqan narsa mana shunaqa lip oil edi. Bu shunaqa, labimga ham hozir mana shu bor. Mana ustidan qo'yamiz. Mana shunaqa. Hidi, ta'mi shunaqangi shirin, shunaqangi xuddi yeb qo'ygingiz keladigandek ta'm va ozginagina rang beradi. Tagida ham rangi bor, lekin buni faqat beradigan hidi uchun ham ishlataman. Va paletlar bilan davom etamiz. Bu shunaqa palet. Buni opamga sovg'a qilaman deb oldim, chunki opam Gratis magazinida ko'rib juda ham havas ketgandi. Opam odatda bo'yanishga, makiyaj qilishga unchalik qiziqmaydi, faqat uhod qilishga, o'zini parvarish qilishni yaxshi ko'radi. Va men esa teskarisi, men ham makiyaj qilishni, ham uhod qilishni yaxshi ko'raman. Endi opamga ham makiyajni unaqa qiziqtirib bormoqchiman. Buni opam Gratis magazinida ko'rganda aytdiki, bu juda ham menga nostalgiya berdi va bolaligimni eslatdi. Menimcha ochay. O'zi opam kelganda ochtirmoqchi edim. Hozir bu opamlarning davrida shunaqa davrlarda mana shunaqa narsa ishlatilgan ekan, shunaqa narsalarni eslatadigan palet ekan. O'zim ham unchalik yaxshi ko'rganim yo'q mana. Vau! Lekin rangi juda ham menga yoqdi. Nega ochilmaydi bu tomon? Opa, videoni ko'rayotgan bo'lsangiz kechiring, sizdan oldin ochib qo'ydim. Men ham ozgina bo'lsa ham eslayman, o'sha yillarda ayollar mana shunaqa ten paletlar ishlatardi. Bu yerda hammasi bitta, ikkita rangidan tashqari hammasi glitterli, zarli ekan. Va shunaqa o'zini oynasi ham bor. Va ten qo'yadigan shotkasi. Yaxshisi ishlatmayman, chunki bu opamning sovg'asi. Va Gratis'ning yana yangi yil kolleksiyasini shunaqa paletlaridan oldim. Bu ikkita, bu hammasi komplekt. Komplekt emas, lekin bitta kolleksiyadan. Hammasi bir-biridan ajoyib deb o'ylayman, chunki upakovkasi ham juda ham chiroyli ekan. Buni ichida lab uchun pomada, highlighter va rumyana bor. Vau, ranglari juda ham chiroyli. Bu rumyanasi, bu highlighteri. Kelinglar, hozir rumyanasini sinab ko'ramiz birdan. Shotkam olib keldim. Menimcha pigmentatsiyasi juda yuqori bo'lsa kerak. Unchalik ko'p olmadim, lekin pigmentatsiyasi juda ham yuqori ekan. Buni highlighterni ozgina qo'l bilan ham ishlatib ko'rmoqchiman. Vau! Bu birdan yaltiratdi. Hozir o'z yuzimda ham highlighter bor edi, lekin va keyingi paletim bu lab uchun. Vau! Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. O'zim men qizil rang yoqtiraman va mana shu qizilda deyarli hamma tonlarni yaxshi ko'raman. Bu yerda nude tonlar ham bor, yorqin qizil, o'tkir qizil hamma ranglari bor. Va mana bu rangli glitterli ekan, ya'ni yaltirab turadi. Va shunaqa applikatori chiqdi. Hozir bittasini ishlatib ko'rmoqchiman. Meni eng yaxshi ko'rgan rangim bu va bu rangning orasidagi rang. Hozir ikkalasidan ham ishlatib, eng yaxshi ko'rgan rangimni chiqaramiz. Shunaqangi chiroyli turibdi-ki, buni buzishga ko'zim qiymayapti. Ozgina oldim. Mana bu ikkita rangini aralashtirib mana shu rangni chiqardim. Hozir labimdagi rangi menimcha o'xshayapti va ozgina to'qroq, lekin bu rang ham menga juda yoqadi.
hidi ham xuddi Ester kosmetikalarning hidiga o'xshaydi. Juda ham ajoyib ekan. Bu kolleksiya juda ham menga yoqdi. Gretsdagi yangi yil kolleksiyasidagi mana shu paletlar uchalasi ham menga juda ham yoqdi. Opajon, videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, yaxshi kunlaringizga ishlating. Sizni yaxshi ko'raman. Shunaqa ikkita tint olganman. Odatda faqat Flormar markasining tintlaridan ishlatganman va umuman boshqa tintlarni ishlatib ko'rishga shans bermaganman, lekin bu safar mana shu ikkita tintga shans bermoqchiman. Hatto hozir ko'rsataman qanaqa tintligi. Mana shu Flormar tinti. Bu juda ham labda uzoq vaqt turadi. Mana bu hozir videoda pushti bo'lib ko'rinyapti, lekin labda o'tkir cherry red rangida turadi. Bu tintni juda ham sevib ishlataman, juda sevib ishlataman, chunki birinchi marta ishlatgan tintim va bu tugasa ham faqat mana shuni olib ishlatganman. Men bularni bir-biriga yaqin vishnya rangida zakaz qildim, chunki boshqa rang tint ishlatmayman. Hozir buni ochamiz. Ustida shunaqa stikerlar bor. Juda ham estetik turibdi. Bu hozir ko'rsatgan Flormar rangi bilan deyarli bir xil. Bu lekin kun davomida turib berish qanaqa bilmayman. Va ikkinchi olgan tintim Biolistika. Bularni o'sha hozir labimda lip oil borligi uchun ishlata olmayman. Va keyingi chiqqan narsalar lab uchun shunaqa kontur qalamlar. Va bittasi ko'zniki bo'lishi kerak. Mana Emiliniki. Odatda lip kontur ishlatmasdim, lekin endi sinab ko'rmoqchiman. Shunchalik ochildi, bu yog'ini ochmasa ham bo'ladi. Mana shunaqa bordoviy rangi, o'tkir qizil rangi. Qalamlarni men bundaqa qattiq uxlashadi o'zi. Bu ham shunaqa nude ranglardan bittasi. Buni qaysiligini eslolmadim, lekin nomeri 205. Bunisi 225 edi, bu 205. Va yana bitta Emily 226 rangi. Bu juda ham nude ton. Va bu bordoviy rang. Menimcha eng ko'p mana shu rangni ishlataman deb o'ylayapman hozirdan. Va eng oxirgi olgan qalamim bu ko'z qalami. Shunaqa jigarrang ko'z qalami. Ko'zim ham jigarrang bo'lgani uchun menimcha jigarrang rangdagi tenlar va qalamlar shunaqa podvodkalar ishlatishga harakat qilaman. Menimcha jigarrang ko'zlilarning ko'zini yanada chiroyli ko'rsatadi. Va korobkadan chiqqan eng oxirgi narsa bu konsiler. Men odatda ko'zimni tagiga sariq undertonli konsilerlar ishlataman, lekin bu rozoviy. Ya'ni underton degani yuzni haqiqiy tag qismini rangi qanaqa bo'ladi, sariqqa tortadimi yo rozoviyga tortadimi, shunga ko'ra bu ishlatiladi. Birinchi marta ishlatib ko'ryapman bunaqa rozoviyni. Agar bu menga yaxshiroq mosroq tushsa, faqat mana shunaqa narsa ishlataman. Hozir men qo'lim tomirlarimni yopib ko'rsataman. Menimcha mana shu konsiler menga ko'proq mosroq ekan. Va yana ham haqiqiy rezultatini ko'zimdagi ishlatganda ko'raman. Va bu ikkalasini biz Grets magazinining o'zidan oldik, ya'ni hozirgi kargoda kelmadi. Bittasini juda ham yoqtirdim va bittasini olganimga juda ham afsuslandim. Bu mana shunaqa rangi ham juda ham chiroyli. Menimcha qizil rangning eng chiroyli tonlaridan bittasi. Ayniqsa tagiga tint qo'yib, buni o'rtasiga sursa juda ham chiroyli kombo chiqadi. Va bu eng katta xatolarimdan bittasi. Buni hidi, ya'ni Xitoyning eng arzon, eng yomon kosmetikalardan ham bundan shirinroq hidsi kerak menimcha. Ya'ni vazelinni hidi kelsa ham tushunardim, lekin bu vazelindan ham juda ham g'alati hid keladi. Yaqindan ko'rganda ichi to'la zar, lekin qo'lga surganda mana hech narsa yo'q. Vazelinday turadi, hattoki vazelin ham bundan chiroyliroq turadi. Ichidan ham qanaqadir bo'laklanib boshladi. Xullas olganimga afsuslandim. Bugun Gretsdan olgan narsalarim shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosishni unutmanglar. Bye bye.